Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qizlarjonlar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Xonadoninglar tinchmi? Juma ayyominglar muborak bo'lsin. Qaranglar, menga shunaqa zo'r dastavka keldi. Sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Voy qizlarjonlar, juma ayyominglar muborak bo'lsin. Qaranglar, sizlarga shunaqa zo'r osvejitellar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Kim uyidan hashamatli parfyum hidi kelib turishini xohlasa, shunaqa hidi zo'r parfyum bilan birga bir qilib o'xshatib qilishgan. Hidi hamchi shunaqa stoyki uyimdan gupullab shuni hidi kelyapti-da. Bu o'zi 2-3 kun oldin kelgandi menga dastavkada, lekin men uyga sepib, qanaqa stoyki turishini ko'rib, sinab, keyin sizlar bilan bo'lishyapman-da. Bular o'zlari birinchi qo'l bo'lib optimga topshirishadi. Optimchida bular. Mana shu raqamlarga telefon qilsanglar, optimga olsanglar ham bo'ladi, sotishga ham, uyingizga ham olib qo'ysanglar bo'ladi. 3-4 ta qilib mashinangizga bitta, zalga bitta, spalniga bitta qilib 3-4 ta qilib olsanglar ham bo'ladi. Yana ham ko'proq qilib hadyaga olsanglar ham bo'ladi. Qancha ko'p olsanglar, narxini ham shuncha kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Chunki bular birinchi qo'l olib sotar emas. O'zi bunaqa osvejitellar bilasizlar, rosa ham qimmat magazinlarda. Tim bo'lib magazindagilar rosa ham kam bo'ladi. Bularni kattaligini, barakaliligini qaranglar mana. 500 mg, ya'ni yarim litrlik ancha paytga yetadi-da. Hidlarini-ku men sizlarga bittan videodan yetkazib bera olmayman, конечно. Olib ishlatib ko'rishinglarni tavsiya beraman, to'g'risi ham. Uyingizdan shunaqa bagati, shunaqa zo'r hid kelib turishini, qimmat baho aslzodalarning uyida hid kelib turadi, to'g'risi ham. O'shaning uchun обязательно olib ishlatinglar. Hid baribir insonda birinchi taassurot qoldiradigan narsa hid-da. O'shaning uchun uyga kirishi bilan, mehmon kelganida ham, uyga kirishi bilan shunaqa приятный hid kelib turishi zo'r-ku. Mehmon kelmagan taqdirda ham o'zingizlar uchun yashaydigan, dam oladigan, orom oladigan uylarda, xonadoninglarda, spalninglarda mana shunaqa zo'r hidlar kelib turishi zo'r-ku. O'shaning uchun mening tavsiyam olib qo'yinglar har xilidan qilib. Mana bundan qanaqadir gullarni hidi kelar ekanda, необычный. Hammasini hidi yoqdi menga, hammasiniki. Prям dubayskiy naqalarni atirlarni hidida birga bir qilib o'xshatib qilishgan.